2126-yil. Ya'ni 100 yil o'tgach, siz ham oila a'zolaringiz va do'stlaringiz qatori yer bag'rida bo'lasiz. 2226-yilda esa 200 yil o'tgach, sizning mavjud bo'lganingizni hech kim eslamaydi. Hatto avlodlaringizning avlodlari ham. Yana 300 yil o'tgach esa ismingiz ham, ovozingiz ham butunlay yo'qoladi. Bu dunyoda yashab o'tganingizdan deyarli hech qanday iz qolmaydi. Hech kim na yutuqlaringizni, na mag'lubiyatingizni eslaydi. Bugun sizni tashvishga solayotgan narsalar ham o'shanda ahamiyatini yo'qotadi. Xuddi siz qo'rqayotgan insonlarning tanqidlari va hukmlari kabi. Bu fikr bir tomondan qo'rqinchli, boshqa tomondan esa ozodlikni baxsh etadi. Chunki bu shuni anglatadiki, siz aslida har doim erkinsiz va ehtimol hayotning ma'nosi odamlar sizni eslab qolishida emasdir.